Assalomu alaykum ahli boqiy. Hammalaringga salomlar bo'lsin. Shu yerda yotgan mo'min musulmon qavmi qarindosh aka-uka, bova kalonlar onalarimiz. Hammalaringni joylaring jannatdan bo'lsin. Alloh qiyomat kuni hammalaringni yuzlaringni yorug' qilsin. Ilohim amin. Mana bugun 8-aprel 2025-yil. To'g'ayak qishlog'i Ko'kdonli Mozorova shu qabrlar mana kimgadir nimanidir eslatar. Qaysidir joyda bu videoni ko'rgan odam nimanidir tushunib yetar yoki yomon yo'lda bo'lsa shu joyga kelishligimiz aniqligini bilib shu yomon yo'lidan qaytar. Avvalo hammamiz ham yomon bo'lmaylik. Alloh suygan bandalar bo'lishligimizni Alloh o'zi nasib qilsin. Mana shu qabristonimiz mana. Ya mana qirlar. Ayni ko'klam vaqti. Mana kimgadir bu sog'inchini pasaytirar musofirda yurgan aka-ukalarimizni bir ko'rgan odam hech bo'lmasa bir qabriston aylanganday bo'lar. Mana qabristonimiz. Mana kavrozimiz. Yoshligimiz mana shu yerda o'tgan. Ey Allohim. Ne odamlar yotibdi bu yerlarda. Bir kuni hammamizda ham boradigan joyimiz mana shularning qatori. Kimgadir betdan nasib qilar, kimgadir yangi mozordan nasib qilar. Lekin aniq ilohim nasib qilsinki shu qachondir qayerdadir o'lsak ham Alloh shu kafanli ko'milishligimizni nasib qilsin. Mana shunday hech bo'lmasa mana shunday qatorlarda turib qabrimiz bo'lib kimdir ziyorat qilib haqqimizga duo qiladigan joylarga shu bizni oxirgi tuprog'imiz ko'milishi nasib qilsin avvalo. Mana shunaqa gaplar. Duo qilib qo'yasizlar. Kimki mana shu videoni ko'rsa, mana shu o'tganlar haqiga bir duo qilib qo'yasizlar degan umiddaman. Hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azaban nar. Bi rahmatika arhamar rahim. Allohu akbar.